Bir kuni bir yigit va qiz Sulaymon alayhissalomning oldilariga kelib, nikohlarini o'qishlikni so'radilar. Sulaymon alayhissalom ularning nikohlarini o'qidilar. Ular ham sevinch ichida qaytdilar. Ular qaytgach, ortlaridan Azroil alayhissalom keldilar va: "Ey Allohning nabiysi, sen bu ikki yoshning sevinchlari uzoq davom etadi deb o'ylama. Zotan Alloh bu yigitning jonini 5 kundan so'ng olishimni buyurdi", dedilar. Hazrati Sulaymon alayhissalom o'sha yigitni kuzata boshladilar. Ammo yigit 5 oy o'tsa ham yashashda davom etar edi. Nihoyat Sulaymon alayhissalom buning sababini Azroil alayhissalomdan so'radilar. Azroil alayhissalom shunday deb javob berdilar: "O'sha yigit sening oldingdan chiqqach, bir yo'qsilga sadaqa qildi. Yo'qsil ham umring uzun bo'lsin deb duo qildi. Alloh taolo yo'qsilning xolis duosini qabul qildi va yigitning umrini uzaytirdi", dedilar.